Nazokat opa, men master-klassda ayollarni tug'ruqdan keyingi muammolarni hal qilish bo'yicha, именно опущение внутренних органов bo'yicha organlarni pastga tushib qolganini tepaga ko'tarish, keyin bel umurtqa lardoz bo'lib ichkariga kirib ketyapti, keyin belida rosa og'riqlar bo'lyapti, protruziya, grijjalar rivojlanyapti. O'shandan juda ham ko'pchilik kelyapti deb, belim og'riyapti deb. Именно o'shani davolashni o'rgatmoqchiman o'quvchilarimizga. Hasanxon Oqilxonovich ana kuni Qo'qonga borganimda juda ham ko'pchilik spastikasi, tonusi kuchli DTSP bolalarni massaj qilayotganda, LFG qilayotganda qo'l oyoqlarini sindirib qo'yishyapti. Tortaman deb, yo'q, realni surayoq sindirib qo'yishyapti. Nazokat opa, ozgina o'rgatsanglar bo'lmaydimi? Как раз master-klass qilyapmiz dedim. Men именно o'shalarni o'rgataman. Именно DTSP bolamiz, gidrotsefaliya bolalarimizni chaqiramiz o'sha kuni. Полный fassala ochish, LFK mashqlarini o'tida o'rgatmoqchiman. Bolajonlarni skolioz, lardozlari, bukchayishlarini, yana boshdagi asosiy problemalarni davolashga eng kerakligi ZRR, ZPR, rosa ko'p hozir. Именно ko'zlaridagi tiklarni, gapirish orqada qolish, zrительный kontakt yo'q, juda ham ko'p shunaqa bolalar ko'payib ketgan. Именно shunaqalarni davolashni o'rgatmoqchiman. Zo'r bo'ladi inshaalloh.